shifokor sizni ko'rdi va tashxis qo'ydi. Sizda atigi 3 yilgina umringiz qolibdi. 3 yil ichida hayotingiz tugaydi. Nima qilasiz? 5 ta narsani yozing. 3 yil siz uchun o'ta qadrli, siz uchun qilinishi shart bo'lgan 5 ta narsani yozing, yozish shart. Yo'q, aslida doktor adashibdi. 3 yil emas, 3 oy umrlaringiz qolgan. 3 oy ichida nima qilishga ulgurasiz? Va sizdan nima qoladi? Shu narsa haqida 5 ta narsani yozing. Aslida barcha tahlillar noto'g'ri chiqqan va sizda aslida 3 kungina umringiz qolgan yashashga. Nima qilasiz? 5 ta o'zingiz uchun muhim bo'lgan narsani yozing. Aslida sizda 3 kuningiz bor. Asosiy 5 ta siz uchun o'ta muhim bo'lgan narsani yozing. O'ta muhim bo'lgan narsa. Nima qilishga ulgura olasiz? Mana biz bugun payshanba. Payshanba kuni o'zi kun kech bo'ldi mana. Shunda juma, shanba, yakshanba kuni. Nima qila olamiz? Nima qila olasiz? Nima qoldira olasiz? Kimni ko'ra olasiz? Hattoki har bir kelgan mijozga ham kasallarimga ham seni yaxshi ko'raman deb quchoqlab jo'nataman deb o'yladim. Allohga ibodat qilaman 3 kun dedim. Faqat ibodat qilaman, faqat Xudodan yolvorib so'rayman. Xudo, senga balki men yaxshi narsalar olib bormayotgandirman, lekin meni yaxshi kutib ol. Men seni jannat yoki do'zax uchun yaxshi ko'rmaganman. Seni men o'zim yaxshi ko'rganman, o'zim chindan yaxshi ko'rganman. Meni shunday yaxshi ko'rib kutib ol deb aytaman dedim, ibodat qilaman dedim. Keyin hammaga yaxshi ko'rishimni aytib chiqaman dedim, hammaga. Ustozimga telefon qilaman, borishga vaqtim bo'lmaydi baribir. 3 kundan ichida men ulgurmasligim mumkin Toshkentga borib kelishga. Ustozimga telefon qilaman-da, ustoz, siz bo'lmasa har kuni aytaman o'sha gapni. Alloh yo'lida sizni yaxshi ko'raman deb aytaman va telefon qilib, ustoz, meni shuncha umrim qolibdi. Lekin to'g'risi men sizda Alloh yo'lida o'ta yaxshi ko'rdim. Ota-onamni o'yladim, farzandlarimni o'yladim, xo'jayinimni o'yladim. Hattoki har bir kelgan mijozga ham kasallarimga ham seni yaxshi ko'raman deb quchoqlab jo'nataman deb o'yladim.